10 milyon qaytish 410 milyon so'mlarga salom ko'tarildi. Armonda Polvon ko'tarmasdan Dilmurod Polvon Yo'lostonda zavodda Polvon pastga keltirdi qoldi. Enkay 1,5 milyon pastga beramiz. Dilmurod Polvonning daxmında yettiğine gülüse göster. Ön soyutun zıpalından barın. At. Gülüsten Murda Vatı Polvon'a, Maşkol Polvon'a, Dilmurod Polvon, bana yarım biliyorsun, Namanya uluyordu. Doğru Polvon, Kamil'le de ötüyordu Maşkol'un, biliyorum. Assalomu alaykum Sanjarbek TV kanali obunachilari, muxlislar, polvonlar, otbozlar. Mana bugun biz Sirdaryo viloyati Guliston shahar Beruniy mahallasiga keldik. Mana bosh polvoni, Beruniy bosh polvoni Dilmurod polvon xonadonidamiz. Xudo xolasa mana bugun mazmunli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum Dilmurod polvon. Muxlislar bilan bir ko'rishib olsangiz bir. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Nima deymiz? Biz shu Mirzobod tumanida turamiz. Beruniy mahallasida tug'ilib o'sganmiz. 94-yil tug'ilganmiz. Uylanganman, ikkita farzandim bor. Rahmat Dilmurod polvon. Unda savollarni boshlaymiz. Xudo xolasa Ko'pkar uloq sohasiga qanday kirib kelgansiz? Shu haqida bir gapirib bersangiz. Ko'pkar uloq sohasiga kirib kelganimiz shu ota-bobomiz ot chopib, ko'pkari chopib, polvon bo'lib yurgan. Shu muhitda katta bo'lganmiz. Ko'pkari chopag'onlar, polvonlar avlodida tug'ilib. Shunday ota meros chopib kelib, solim, o'rganib. Necha yoshdan uloq chopishni boshlagansiz? 15 yoshimda birinchi marramni qilganman-da. Shuni topib aylanmalarda chopib, birinchi marramni qilib, kichikroq uloqda tashlaganman. Sizda Dilmurod polvon ustozingiz kim bo'lgan sizni birinchi ustozingiz? Birinchi ustozim otam bo'ladi, dadamlar. Dadalaringiz? Dadam bo'ladi. Xolbon polvon, Oqmirzo polvonning o'g'li. Dadam bo'ladi birinchi ustozim. Ikkinchisi rahmatli akam bo'ladi. Akam bilan chopib, o'rganib, shu noldan boshlaganmiz chopishni akam bilan. Ikkalangiz, aka? Bekmurod polvon. Bekmurod polvon bilan birga chopib. Shunday. Rahmat Dilmurod polvon. Katta otangiz ham mashhur polvon bo'lgan. Oqmirzo polvon haqida bir gapirib bersangiz. Esla olasizmi otangizni? Oqmirzo polvon otam katta polvon bo'lgan. Ko'p joylarda uloqlarga borsa, cho'ldi, bo'rilar keldi degan odamlar shunaqa nima bo'lganda. Borgan joyidan qirib kelavergan. Ko'p solim qilib, zo'rmalalar qilib kelgan. Otamni o'zim eslay olmayman. Orqasidan ko'p yaxshi gaplar eshitganmiz. Zo'r polvon deb. Haligacha men nomini chiqarib kelyapmiz. 81-yil 3 kunlik Misr qoran to'y. O'shanda ham marra qilgan ekanda bu hududdan. O'sha haqida ham eshitganmisiz shu to'y haqida? Qanaqa to'y bo'lgan? U to'y haqida dadamlardan eshitganman. Juda katta to'y bo'lgan deb eshitganman. Unaqa yig'in hali bo'lmagan deb eshitganman. Solimlar ham juda katta bo'lgan. Otam ham o'sha uloqda marra qilgan. O'sha juda katta to'yda uncha odam polvon marra qila olmagan to'yda marra qilgan. Shuning uchun faxrlanib yuramiz otam bilan. Rahmat javob uchun. Birinchi katta marrangizni esla olasizmi deyapti. Esla olasizmi qayerda va qaysi otda solganingizni bir aytib o'tsangiz, Dilmurod polvon. Birinchi katta marram qayerda soldim? Oqtoshda soldim.
Yo'q, o'zimizni mana Ahmad Soyda solganman. Tursunqul polvonni ukasi Jo'raqul Tarlan Krasavchik degan oti bor edi, qora. O'shanda to'yga soldim. 2015-yil. 2015-yil, ha. Undan oldindan marralar bo'lgan. Ular unaqa katta bo'lmagan. Rahmat javob uchun. Boya aytib o'tdingiz, ustozim mana akam bo'ladi deb Bekmurod polvon haqida bir gapirib o'tsangiz, bir eslab o'tsak. Qanday chopgan? Akam bilan shu aylanma chopib otam uloq chopmay, uloqni yig'ishtirib qo'ygan. Ikkita otimiz bo'lardi. O'sha otlarni biz sovutib, keyin polvonlarga olib borardik, dadam olib borardi. Polvonlar minmasdi-da. Hozir degan gap bor-ku. Hozir minaman. O'sha bilan vaqt o'tib, dadam o'zi polvon bunaqa narsaga chida olmaydi. Keyin yalinib yurmayman deb-dayin o'sha ularda o'zim men ham bor, mana akam ham bor. Biz chopib yurganimizni ko'rib, aylanmada yaqa-baqa taka olib qochib yurdik. Ko'rib, sizlarni o'zlaringni polvon qilaman. Mana shu ikkita ot ketsin, sizlar polvon qilaman deb polvonga yalinmayman, o'zimdan polvon chiqaraman degan niyatda uyga kelib, bitta to'nkani tikka qilib yog'och ot yasaganmiz. Akam bilan men dadam uchalamiz qilganmiz. O'shanda trenirovka qilib, o'sha yilidan boshlab ko'pkar chopib ketdik. Endi mayda-mayda upayt gashtak ko'p bo'lardi. Ana qishloqdan mana qishloqda degan gashtak rosa ko'p bo'lardi. Hozir unaqa gashtak yo'q-ku, hamma eng kichkina to'y ham 3 ta tuyasi bor. Gashtak ko'p bo'lardi, o'rganishimiz ham tez bo'ldi. Shu chopib hozir ham o'zimizga yarasha nomimiz bor. Ikkalangiz ham birga enkayib. Ha, akam aylantirardi, qattiq aylantirardi akam. Ham qattiq tortardi ham. Men uncha tortmayman ham hozir ham. Faqat ilib oldiga bo'lsa ham ishlayveraman. Oldin ot bo'lsa, orqani ot bo'lsa, orqani ot bilan ishlayveraman. Ukam ham shunday, Husan ham. Orqani ot bo'lsa ilaveradi, oldin ot bo'lsa oldiga ham ishlataveradi. Bizda faqat ilib unaqa yo'q. Ham oldiga ham orqaga ishlayveramiz. Rahmat javob uchun. Ko'pkar sohasida eng yaqin do'stingiz kim va u ham polvonmi yoki otvozmi yoki faqat sizga muxlislik qiladimi? Shuni bir eslab o'tsangiz. Ko'pkarda eng yaqin do'stim kim? Do'st ko'pkarda, og'ayni ko'p. Ko'pkar chopib yurgan do'stlarimiz, birodarlarimiz hammasi og'aynimiz. Endi yaqini ham bor endi yaqini. Kim deymiz? Polvonlardan Jahon polvon bor, Mirzacho'l, Rahim polvonning o'g'li. Uni ham otasi katta polvon bo'lgan. O'sha ham yaqin jo'ram ham shunday. Polvonlar ko'p. Bu yerda Misha polvon bor, Ilyos polvon bor. Aloqalaringiz yaxshi-da polvonlar. Bobur polvon, hammasi bilan aka-uka bo'lib yuribmiz. Fanatlar ham bor, muxlislar ham. O'zimiz mahalladan Yelyor aka bor. Qattiq muxlislik qiladi. Qayerga borsak, orqamizdan hay-haylab boradi. Bu yerda mahallada Bahodir aka bor. Gulistondan. Hamma otlari bor edi. Hozir otni nima yig'ishtirib qo'ygan baka. Lekin muxlisligi qattiq. Xudo xolasa ot qiladi, yaqinda zo'r ot qiladi. O'shalar qattiq muxlislik qiladi. Muxlislarim ko'p, lekin o'sha ashaddiylarni aytyapman, muxlis bo'ladi baribir. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, qaysi maydonni o'zingizga qulay maydon deb bilasiz? Qaysi maydonni? Men ko'p maydon ham tanlayvermayman o'zi. Qayerda o'g'im kelsa, o'sha yerda yaxshi chopib ketaveraman. Uncha maydon tanlayvermayman. Hamma joyda ham, Oqtoshda ham, Zominda ham, Samarqandlarda, Baxmalda yoki hamma joyda borsam, iloji boricha tashab maqib kelaman. Toshkentlarda ham bemalol chopaveraman-da, o'zimni nimamni chopgandek. Demak, qayerda yaxshi chopsangiz, yaxshi marra qilsangiz siz uchun qulay joy. Endi nimaga qarab-da, Toshkentda ham o'zimni yaxshi his qilaman. Toshkentda ham yaxshi chopaman. Tanishlar hammasi tanish. Zominlar o'zimizniki ota-bobomiz tug'ilib o'sgan joylar.
Sirdaryolar endi o'zimiz viloyatda emn-erkin yuramiz. Rahmat. Yana bitta shu savolga qo'shimcha savol beramiz. Zomin Oqtoshda qilgan marrangiz eslay olasizmi? Ko'pchilik Zomin Oqtosh maydonini eng sinaladigan maydonlar sarasiga kiradi deb biladi. Siz qanday fikrdasiz? Shunday Zomin Oqtosh maydonida tashlash endi yoshligimda menga orzu bo'lganda, Oqtoshda tashlasam bo'ldi, men reytingim ko'tariladi degan niyatim o'shanaqa bo'lgan. Birinchi marram Oqtoshda bo'lgan. Voy katta bo'ldi, tashlasam o'sha yerda tashlashim kerak. Polvon o'sha yerda tashlasa polvon ko'rinadi degan nima bor edi menda. Polapon degan Sayxunobodda Rasul akaning otida tashlaganman. Birinchi Oqtoshda tashlaganimda o'sha yerda. Polaponda o'sha yerda tashlaganman. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, otbozlar bilan qanday kelishasiz? Gonorar haqida bir gapirib o'tsangiz. Bu yil kimlar bilan kelishdingiz va sizlar qanday otbozlar bilan kelishdingiz? Otbozlar bilan qanday kelishaman? Otbozlar bilan bir narsaga kelishmaganman. Otbozlar bilan faqat jonliq bo'lsa, misol uchun bir tanaga tashlasam, bir olib ketadi. Bir tashlasam, men olib ketaman. O'shanday bir o'ynaveradi. Lekin atak boshqa narsa yo'q. Demak, ma'lum bir katta pul so'rab yurmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Biz unaqa tirikchiligimiz undan emas. Chorvachilik, dehqonchiligimiz bor, o'zimizga yarasha nimamiz bor. Unaqaga qilmaganmiz. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, keyingi savol, qalinni ichida o'zingiz qanday his qilasiz? Masalan, birorta kerak bo'lib qolsa, qalindan chiqib o'zingiz olib kelasizmi yoki otlar yoki otvozlar tayyor turadimi yoningizda? Ot kerak bo'lsa, orqamda turadi hammasi. Orqamda turish kerak bo'lgan otni aytib qo'yaman-da men. Keyingi otni shu orqamda yurasan, o'zim chaqiraman. O'sha boyagi ot to'dan ichida bo'lib nima qilib qolsa, o'sha to'dan ichida almashib ketaveraman. Yuradi orqamda, izlab bormayman lekin. Agar oldimda boshqa ot bo'lmasa, boshqasini sakrab o'tib ketaveraman. Sakrab minib almashib ketaverasiz. Erta uni izlab ketmayman, toshda yag'iga. Rahmat. So'rab minadigan otlaringiz bormi, Dilmurod polvon? So'rab minadigan otlarim albatta bor. So'rab minadigan otlarimiz ham bor. Kerak bo'lsa chaqirib ham olamiz, yaxshi to'ylar bo'lsa. Aka, bir kun oldin kelib qo'noq bo'lib yoting deb. Chaqirib olamiz ham. O'zimiz otlardan tashqarida, kattaroq ko'pkari bo'lsa. O'zim pastga minadigan otlardan tashqari. Marg'ilonda bor. Dizel. Mirzaxo'jakan otlari. Aka bilan telefonlashib kattaroq bo'lsa otlarni chaqiramiz. Sharaf Rashidovda bor. Turg'un akaning otlari, uni ham so'rab minamiz. So'rab minadigan otlarni krasavchik. Samarqanddan Fazliddin aka Ro'ziyev otlari ham kiradi. Neymar, Makro, Afrosiyob otlar bor. O'shalar ham juda zo'r otlar. O'shalarni ham so'rab minamiz kerak vaqt bo'lsa. So'rab minadigan otlar bor. Hammasini ham aytib maqmaydi. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, asosan enkayib chopasizmi yoki oldiga ishlaysizmi? Asosan enkayib chopardim. Hozir ukam ham bor enkaygich. Agar oldini ot tagimga keladigan bo'lsa, enkaymay oldiga ishlataman. Oldiga ishlayman. Agar ukamga o'zim enkayish kerak bo'lsa, o'zim enkayman. Farqi yo'q. Otga qarab ishlayveraman. Oldiga ham orqaga chiqib ketaverasiz. Shunday. Farqi yo'q, tanlamayman. Rahmat javob uchun. Ushbu mavsumda eng zo'r bo'lgan ko'pkari haqida aytib o'tsangiz, siz uchun eng zo'r bo'lgan to'y va shu to'ydan marra qildingizmi? Menga endi tan olish kerak, eng zo'r to'y bo'ldi. Unda lekin taka bosdim, lekin sola olmadim. Hammamiz bilamiz, qaysi to'y haqida ketayotgan gapni. Ohangaron Shunqor rais bobomizni, Sarvar akamiz to'yi bo'ldi deb o'ylayman. Men ham shunday fikrda bo'lsa kerak. O'sha to'y tarixda qoladigan to'y bo'ldi deb o'ylayman. O'sha to'yda ham taka bosdim. Endi qandaydir ot so'rindi, yiqildik. Sola olmay qoldik, bir taka tegdi.
harakat qildik lekin. Nasib qilmagan bo'lganda demagan. Shunday. O'sha to'yni bilaman, zo'r to'y bo'ldi deb. Rahmat javob uchun. Chestni. Qo'shimcha savol bo'ladi yana. Boshqa viloyatlarga chiqib chopasizmi? Masalan, Toshkent viloyati yoki Farg'ona vodiysiga borib chopganmisiz? Chopganmiz. Namanganlarda, Farg'onada, Qo'qonlarda chopganmiz. Boshqa viloyatlarda yuramiz bo'ldi. Vodiyda marra qilganmisiz yo'qmi? Namanganda varra qilganman, Qo'qonda qumli joyda varra qilganman. O'sha yerda. Ha, Samarqand tomonlardachi? Samarqand tomonlarga borib, lekin hali marra qilganim yo'q. 2 marta Jomboyga bordim, lekin marra qilganim yo'q hali. Lekin G'allarol, Baxmallarda qilib yuribmiz. Xudo xolasa bir yil Rahmat javob qilishni uchun. yapar. Dilmurod polvon, siz bilgan zo'r enkayadigan polvonlarni sanab bersangiz. Zo'r enkayadigan o'zimiz viloyatdami yo Umuman, umumiy aytavering. umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'zimni jo'ram ham ukam Bo'ri polvon bor. 4-sovxozdan Bo'ri polvon qattiq enkayadi ham. Yaxshi polvon. Toshkentdan qattiq enkayadigan polvon Zo'r polvon bor. Yosh polvon ham ukamiz. Ukamiz bo'ladi Zo'rbek. U ham qattiq enkayadi. Yana bolalar ko'p qattiq enkayadigan. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, qarang, Guliston shahri, Mirzobod va Mirzochul tumanlarida hozirgi kunda O'zbekistonning eng zo'r polvonlar yetishib kelmoqda. Ushbu polvonlarni sanab bersangiz. Mirzochul, Mirzobodda polvon yaxshi yosh yetishib kelayotganlari. Yaxshilik polvon bor. U ham zo'r polvon, otasi polvon bo'lgan. Hozirda yaxshi polvon bo'lib yetishyapti. Sanjar polvon bor Mirzochuldan. U ham ukamiz bo'ladi. Harakati bor, yaxshi bola. Shunday. Gulistonda. Gulistonda bolalar bor, ko'p bolalar. Elbek polvon bor, ukamiz bo'ladi. Ham jo'ramiz, ukamiz. Elbek polvon bor. Shularni endi sal nima qilib turgan, ko'rinib turgan. Rahmat. Dilmurod polvon, O'zbekistonning eng zo'r 5 ta polvonni sanab bering va 5 ta eng zo'r otlarni sanab bersangiz. Eng zo'r polvon. Toshkentda Ko'ma deb bilaman. Zo'r polvon Ko'ma. Kamolxo'ja. Kamolxo'ja. Qudratxo'ja polvonning o'g'li. Sirdaryoda Bobur polvon. Zo'r polvon. Jizzaxda Ruslan polvon. Vodiyga o'tsak Kari polvon hamma biladi. 5-inchisi Tayson polvon Samarqand. Ixtiyor Tayson polvon. Ixtiyor polvon. Endi 5 ta eng zo'r otlarni o'zingizda reytingingiz. O'zim chopadigan otlardan aytsam, zo'ri 19 dan Tayson degan oti bor. Ancha marralar qilganman, oxirlarini solganman ko'p karlarda. Ko'pchilik biladi. Hozir ham bor ot. Boqilyapti, sovutib oz uloqa tayyorlayapti. Abjalil Hojibovaning oti. O'sha ot ham zo'r ot. Uni sovxozda Komil akaning otlari bor. Boyqashqa ko'k qanot otlar bor edi. Boyqashqa bor. Yana ko'k yolda bolasi bor, to'y. U ham bir yil yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r ot deganda, zo'r ot ko'p. Bu yerda krasavchik bor. Bor yaxshi otlar. Rahmat javob uchun. Qudratxo'ja polvon va Sherday polvonlar haqida fikr bildirib o'ting. Ikkalasi hozirgi kunda polvonlarni ustozi hisoblanadi, ikkita polvon. Shularni bir aytib o'tsangiz. Sherday polvon, Qudratxo'ja polvon ustoz bo'ladi bizga. Ustoz qayerda ko'rsak ustoz deymiz. Qanaqa uloqda
qanaqa taka bossa, qanaqa nimadir jugan balkim otni ishlatar. Har tomonlama o'xshashga harakat qilamiz. O'shalar chopgandek chopib, o'shalar mashhur bo'lgandek mashhur bo'lishga harakat qilamiz. Niyatimiz ham shu. Eli suygan polvon bo'lishga harakat qilib, shularni izidan yurayapmiz, xudo xolasa. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon yana Qo'qonlik muxlisimizdan kelgan. Qo'qon polvonlarini qaysilarini taniysiz? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Ikkitani aytib o'ting. Qo'qonda shu yerga ham kelib chopib yuradigan Rustam polvon bor. Rustam polvon taniymiz. Laziz polvon bor. Bekzod polvonlar bor. Shularni taniymiz. Yosh polvonlar. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon Ko'pkarida qalinda chopayotganingizda solim e'lon qilinganini to'liq eshitasizmi yoki solim olishga kelganda bilasizmi o'sha solimni? Ko'proq solim olishga kelganda eshitaman. Boshqa payt fikr xayolim shu takani olish bilan ovora bo'ladi. Rahmat javob uchun. Baxmal to'ylariga ham borib turasizmi? Bu yil Baxmalda bo'lgan eng zo'r to'yni aytib o'tsangiz. Baxmal to'ylariga ham borib turamiz. Baxmalda juda ko'p to'y bo'ladi. Bu yil sezonga ham juda ko'p to'y. Halitdan. Eng zo'r to'y kimniki bo'ldi? Safar Amerika yaxshi to'y qilib berdi. Jamshid Amerikada yaxshi to'y qilib berdi. Yaxshi bo'ldi, zo'r to'ylar bo'ldi. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, sizda hozirgi kunda nechta shogirdingiz bor? Ularning ismlari bilan sanab bersangiz. Shogirdimiz o'zimiz hali yoshmiz. Shogird olishga ham hali yoshlik qilamiz, lekin shunda ham aka qo'ldan kelgancha o'rgating, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz degan bolalar bor. Navruz polvon bor, o'zimizda uka bo'ladi. Atxam polvon bor, u ham shogird. Qo'limizga kelgancha o'rgatamiz. Ustozlik darajasiga yetmasak ham qo'limizga kelgan narsani o'rgatamiz shularga. Rahmat javob uchun. O'zingizda ham ot bormi, Dilmurod polvon? Hozirgi kunda. O'zimda ham ot bor, orqani oti. Hozir 7 yosh bo'lgan. Allohlarga olib chiqib chopib yuribmiz. Bu yil ham Sovut sharafasida hozir. Bu yil ham qattiq chopadi, xudo xolasa. Qaysi otni bo'lasiz o'sha? O'zizdagi ot. O'zimdagi ot ona tomonidan Novruz otimiz bo'lardi. Mashhur Novruz polvon, Novruz ot. Shuni qizini bolasi, otasi o'zimizda bir bobom bor. Berdiqul degan. O'shani Simba degan oti bor edi. Meni polvon qilishga ham ancha hissa qo'shgan o'sha ot. Ancha emas, juda ko'p hissasini qo'shgan ot polvon qilishga meni. Polvon qildi ham. Ko'p joylarga uloqda o'zim olib borib, zillar ustida olib borib olib kelgan otim. O'sha otni minsam marra qilardim. Ovum ochilmay turgan joyiga ham o'sha otni minsam marra qilib keyin yana davom etilib ketadi. O'sha otni bolasi. O'sha otni bel bolasi uyindagi. Demak, zoti toza ekanda, Navruz ham zo'r ot bo'lgan, Simba ham Shunday, zo'r ot shunday. bo'lgan. Xudo xolasa yaxshi chopib ketsin. Dilmurod polvon, otlarni necha yoshdan choptirsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Otlarni 4 yoshidan o'rgatsa bo'ladi deb o'ylayman. Shu 5 dan o'tib choptirsa bo'ladi deb o'ylayman. 4 da o'rgatsa shu og'zini yorgandan keyin chopaveradi. Rahmat javob uchun. Keyingi savolimiz. Hozirgi kunda o'zingizga qaysi polvon ustoz deb bilasiz hamda undan o'rnak olishga harakat qilasiz? Hozirgi kunda ustoz ko'p. O'zimdan katta hammasini ustoz deb bilaman. Ulardan kerakli narsani o'rganyapman. O'zimda ustozlarim bo'lgan albatta. Akam, dadamdan tashqari ham O'ray polvon rahmatli. O'sha ham ustozim bo'lgan. Orqasidan yurib ancha nima qilganmiz.
Murod polvondan o'rganganmiz. Murod polvon ham ustozimiz bo'ladi, o'zimiz Mo'yincho'ldan mashhur polvonimiz. O'shalar ustozimiz bo'lgan. Qolganlardan hammasi ham ustoz bo'ladi. O'zimizdan katta G'ofur aka bor, Tohir xo'ja aka bor, Olim polvon bor. Hammasini ustoz deymiz. Rahmat javob uchun. Hozirgi kunda yaxshi aylantiradigan polvonlar haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Hozirgi kunda yaxshi aylantiradigan polvon Ikrom polvon ham qattiq aylantiradi. Aylantirishga kelsak-da. Misha polvon qattiq aylantiradi. Tohir xo'ja aka qattiq aylantiradi вообще. Ancha qattiq aylantiradi. Aylantirgich jamoasi ko'payib ketgan. Rasil polvon bor. Qattiq aylantiradi u kishi ham. Sayxunoboddan qattiq aylantiradi. Ko'p aylantirgan men, ko'p soldirganman. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon ko'targan eng og'ir takangiz necha kilo bo'lgan chamangizda? Taxminan og'irligini aytsangiz va qayerda chopgansiz o'sha uloqni? Eng og'ir taka Sayxunobodda bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki u uloqda yomg'ir yoqqanda 70 kilo taka bo'lgan. O'sha 100 kilo, 110 kilo bo'lgan deb o'ylayman o'zimcha. Chunki o'ylaganim taqa degan narsa bor-ku. O'sha happak, o'shalar ham ish bermaganda o'sha takani ko'tarishga. O'sha takani qo'lda olib ko'tarib bosganmiz. Polvonlar tushirib nima qilgan, polaponda bosib tashlaganmiz. Oxirini polaponda solgan. 100 dan oshiq edi o'sha taka lekin. Ipda olib bora olmagandi odamlar. Shu o'rinda Dilmurod polvon tuzoq, ip, taqa haqida bir gapirib o'tsangiz. Taqa, ip, chilvir o'zim shaxsan ishlatmagan bunaqa narsani. Ishlatishni bilmayman ham. Happak degan narsalar bor-ku, ko'rganman lekin olganim bilan ham ishlata olmayman bu narsani. Bilmayman, lekin birovga ham tavsiya qilmayman. O'sha xavfli narsa deydi. Birovni qo'l-po'li qilib kelsa ham yulib olib qo'yadigan narsa deb o'ylayman. Deb eshitganman. Masalan, siz uloq bosib ketayotganingizda o'sha ip bilan tortsa, sizga qanday ta'sir qiladi? Qo'l bilan tortgan odamga o'zi men indamayman-da, ko'p gapirmaganman. Qo'ygin yo boshqa endi gapirmasam gapirmaganman. Agar ip maqsad ipi bilan qo'shib o'zini ham tortib ketgan paytlarim bo'lgan. O'sha happak solgan. Happagidan ushlaganman. O'sha happak solgan uchun. Qo'ldan chiqara olmay, otidan tushib, orqamdan yugurgan bilaman-da. Shunaqa holatlar bo'lgan. O'sha holatlar bo'lgan. Rahmat. Dilmurod polvon, uloqdan tashqari yana qaysi sport turiga qiziqasiz? Uloqdan tashqari futbolga qiziqaman. Futbol o'ynab turaman o'zim. Televizorlarda ham ko'rib, o'zimiz terma komandalar o'ynasa borib, tomoshaga borib turamiz. O'zimiz ham o'ynaymiz. Qaysi jamoaga balet qilasiz? Sir bo'lmasa. O'zimizni Bunyodkorga balet qilamiz. Chet el jamoalaridan-chi? Chet elga Juventusga balet qilamiz, Yevropa masiga. Rahmat javob uchun. Ulardan tashqari yana qanday mashg'ulot yoki kasb bilan shug'ullanasiz? Ulardan tashqari chorvamiz bor, yerlarimiz bor. O'shalar bilan shug'ullanib, Yeda Makka deganday qilib chorva mollar. O'shalarga ligovka qilamiz. Dehqonchilik ham qilamiz. Ba'zi ekinlarni ekamiz, tarvuz, qovun deganday. Dehqonchilik qilamiz. Ota-bobamiz qilib kelgan. Rahmat javob uchun. Hozirgi kunda O'zbekistonda otlarning yiriklashib ketayotgani polvonlarga qanday ta'sir qilmoqda? Xususan sizga qanday plus-minus tomonlari bor, shuni bir aytib o'tsangiz. Kattalashib ketdi, otlar yiriklashib ketdi. Hozir ancha yiriklashib ketdi. Chetdan otlar kelgan. Ko'pkarlar ham kerak bo'lsa takalar 3 qo'lon boryapti otga, boya katta otlarga. Chetdan kelgan ko'p ham ishlamaydi, yugurishi mumkin. Ishlamaydi. Ishlaydigan ot Qorabayir. Qorabayirdan taka olib bitta
kichkinacha otda olib kirib u ilyapti, u qora bayirga beryapti, katta aylantiradiganiga u boyagi chetdan kelgan otga beryapti. Ancha ish bo'lib ketyapti. O'zimizning otlar yaxshi-da. O'zimiz toza qora bayir otlar ham ilasan, ham bosib haydab ketasan. Ha, oldiga ishlaydiganini ham qiynalmaysan. Oldiga ham ishlaydi, ketadi ham. Uni chetdan olib kelyapti, katta qilib. Oldiga ishlanmaydidagi 3-xil berish kerak unga. Ishlagani ham qisqa muddatda. Ha, ishlagani ham muddati bor. Bir yilda bir sezon chopyapti, ikkinchi sezonga уже. Rahmat javob uchun. Dilmurod polvon, yosh polvonlarga tavsiyalaringiz qanday uloqlarda polvonlar topilanadi? O'yin uloqlarining ahamiyati qanday bu polvon bo'lib chiqishda? Shu haqida bir gapirib o'tsangiz, maslahat bersangiz. O'yin uloqlarida foydasi katta deb o'ylayman. Polvon bo'lish uchun-da. Yosh polvonlarga. Ayniqsa hozirgi kunda mayda uloq bo'lmayapti-ku. Gashtag uloqchalar o'rganadigan uloq bo'lmayapti yoshlarga. O'rganadigan bola ham yo otasi yo akasi chopib yurgan bo'lsa, o'shalar o'rganyapti. Qonida bo'lmagan yo boshqa addish o'rganaman degan bola o'rgana olmay qolib ketyapti. Chunki gashtag uloq bo'lmayapti. Kichikroq uloq bo'lsa, u kichikroq uloqda yo tortib yoki ilib olib ketishi mumkin-da. Unga shans bor-da. Katta uloqda qiynaladi va unaqa ish qila olmaydi. Men nima deyman, shunday fikrim. Mayda uloqlarda ancha ahamiyati bor, polvonlar yetishib chiqishiga. Ko'proq o'yinoqlarga borsin-da yosh polvonlar. Ha, yosh polvonlar o'yin uloqda o'zini ko'rsatish kerak-da. Unda nima hunari bo'lsa, o'shanda qilish kerak. Katta uloqda qiynaladi. Mayda uloq ko'p chopsa, mayanda tajribasi bo'ladi, amalda bo'ladi, keyin katta uloqlarda qiynalmaydi. Rahmat javob uchun. Yana bitta savol, mana shu sizlar hududlaringizda shu otangiz, katta otangizni Nuqta degan oti bo'lgan. O'sha Nuqta haqida bir gapirib o'tsangiz, shuni avlodlardan bormi, yo'qmi hozirgi kunda? To'g'ri, Nuqta degan otimiz bo'lgan. O'zim shaxsan eslolmayman. Chunki uni bolasi ham 90-yil bo'lganda, bolasi Navro'z bo'lgan. O'zimiz ot. Nuqta Qirg'izistondan kelgan. Otamiz Ahmirzodan borib olib kelgan shaxlan. Uni Abdurasul polvon chopgan. 5-Sovxozda turadimi? Gung deydi. O'sha polvon Abdurasul polvon chopgan. To'sinqul polvon chopgan, qattiq chopgan o'shalar. Dadamni o'zi chopgan. Zo'r ot bo'lgan. Juda bir to'yda 11 marragacha qilgan, to'xtamay. Unaqa katta ot bo'lmagan, lekin juda kachuk ot bo'lgan-da. Devi bor ot bo'lgan-da. Qanday o'zi kichkina bo'lgan bilan boyaginda devi bor ot boshqacha bo'lar-ku. Juda qattiq jo'naydigan ot bo'lgan. O'shani bolasi Navro'z bo'lgan. O'zimizdan chiqqan Navro'z ham. Navro'z uni Nuqtani bolasi, Navro'zni bolasi biladi. Alpinist degan ot bo'lgan. Mana bu yerda Akbar polvonning akasi Abdulla bobodan o'shalar qo'ygan Navro'zni biyasiga. O'shandan alpinist tug'ilgan. Alpinistni ham choptirdi. Ancha yaxshi ot edi, zo'r ot edi. Juda katta edi. Navro'zdan ham katta edi kerak bo'lsa. Uni Qozog'istonga o'tib ketdi. Kimga o'tganini to'g'risi aniq bilmayman. Zo'r otlar bo'lgan. O'zimizda ham boyag'i boshida aytib o'tdim-ku. Ikkita otimiz bo'lgan. Ikkalasi akamiz polvon qilib charchadi. O'shalar ham Navro'zning bolasi bo'lgan. Ikkita chaqmoq bilan Boychibor degan bo'lardi. Boychibordi. Zo'r ot edi, u ham chaqmoq ham zo'r edi. Boychibordi, Volis polvon chapardi. Volis polvon. Yaxshi otlar edi. Navro'z Nuqtani avlodi shunday. Hali ham bor. Muhiddin qassob degan aka bor. O'zimiz Martda turadi Yangiobodda. O'shada hali ham zotlari bor Nuqtani. Navro'zda hali ham avlodi bor. Raketa degan otam shu yerdan chiqqan-a, Xudoybek hoji. Ha, Raketa degan otam Ibrohim polvonning otasi Xudoybek hojining oti bo'lgan. U ham juda zo'r ot bo'lgan. Uni ham avlodlari hali ham bo'lsa kerak.
Qozog'istonga davlatlarga o'tgan. Ha, Qozog'istonga o'tib ketgan. Qozog'iston Sirov falon chopardi. Hamma to'ylarda reklama qilib. Mana aytgan To'rot ham alpinist degan To'rot Yerejab Qanayevga o'tganda Tohir Polvon akasi Hakim akalar sovg'a qilgan o'sha otda. 2-3 yil Qozog'istonda zo'r chopib yurgan u jonivor. Yaxshi otida. Demak, mana Mirzobod, Mirzacho'llarda yaxshi otlarda urug'i borda, hali ham to'g'rimi? Bor, hali ham bor. Erkatoy ham shu hududdan chiqqani? Erkatoy ham o'sha boya men aytgan alpinistni chiqargan Abdulla boboni akasi Asqar bobodan chiqqan. Hali ham u odamda bobomda juda zo'r otlar bor, biyalar juda zo'r, qoni toza, qora bayir. Qo'ygan otidan yaxshi toylar tushadi. Rahmat, javob uchun shu o'rinda yana bitta narsa so'ramoqchiman. Jahongir Hojiga haqida bir gapirib o'tsangiz, mana seleksiya ishlarini amalga oshiryaptilar mana Hoji akamiz. Qora bayir yilqichilikni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shib, mana shu haqida bir fikr bildirib o'tsangiz, tashabbuslari haqida. Hoji aka nima bu? Jahongir Hoji aka haqida fikrim juda ham iliq, yaxshi fikrim. Qora bayirchilikni rivojlantirib, O'zbekistonning naslchiligini yanada ko'tarib yuqoriga dunyoga tanitmoqchi. Oliy maqsadi qora bayirchilikni. Bunga men shaxsan o'zim fikrim ma'qullayman, juda ham yaxshi, to'g'ri fikr. Qora bayirlarni izlab boryapti. Urug' surishtirib, urug'ini topib boryapti avlodini. Menimcha yaxshi fikr deb o'ylayman. Bu fikr zo'r. Qilish kerak buni. Qora bayir kerak bizga. Hozir 100% qora bayir otlar ish beryapti Ko'pkarida. Joni juda qattiq ham o'zi qora bayir bo'ladi. Chidamli, bayag'inday qiynoqlarga ham, har xil toshli nima joylarga ham chidaydigani ham qora bayirda o'zi. Shunday deb o'ylayman endi. Qora bayirchilikni qo'yib qo'ymash kerak, rivojlantirish kerak uni deb o'ylayman o'zim. Rahmat javob uchun. Hurmat polvon, efirimiz so'ngida muxlislarga, Ko'pkar muxlislariga bir tilak bildirsangiz, tilaklaringiz. Nima deymiz muxlislarga? Sog' salomat bo'lib, eson-omon borib tomosha qilib, Ko'pkarlarda muxlislik qilib yurishdan charchamanglar. Hamisha omadlaring bersin. Biz sizlar uchun chopaveramiz, muxlislar uchun. To'xtatmasdan, xudo xolasa. Dilmurod polvon, sizga ham katta rahmat. Yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun. Qadrli muxlislar, mana efirimiz yakunlandi. Sanjarbek TV kanaliga obuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.